Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir ustadan bilamiz. Kecha mana po'kak nimalarni qildik. Mana hozir ko'ramiz. Ustaga olmang, olyapsizmi charchamay? Salomon bo'ling. Ha, sekin ishlar boshlab oldik. 8:30-9 bo'lsa ham. Ha, bu atko'z nima ekan? Juda shishiqligi o'zi bilinib turibdi. Juda haligi xarajati ko'proq bo'lar ekan, vaqti ko'p talab qilar ekan. Nech pul bo'lyapti toza atko'zlar? Atko'slar, assalomu alaykum hammaga oldin. Atko'slar mana holat mana orqaga qo'lantirib ketyapti mana. O'zi asli 20 ming so'mni olyapti, olinadi atko'z. Sigirsaga olsak ham, qo'lda olsak ham, o'sha qumshoq tekis uylar bor-ku, standartdagi uylarga 20 ming so'mni olyapmiz. Mana ularniki endi 50 ming so'm bo'ladi. 1 metri 50 ming so'mdan bo'ladi. Endi doimiy mijozimizligi uchun o'shanga eski o'sha nimamizni holatida 20 ming so'mdan beryapmiz. Qanaqangi atko'z mana mana shuncha tushgan. 20 sant pastga tushgan. Mana endi shuncha joy ham o'sha 20 mingdan haligi komitingizga bitta nima yozilgan ekan, xatam va degan yozibdi. Shogirdingizni tarbiyalash kerak, urish kerak deb o'shanga javobingiz qanday? Yo bu javob nima emas, bu shogirdni tarbiyalab olmaydi bu. Tarbiyasi yoshligida bo'lgan. Shu zamoylar savollar o'zi komitga yozib qo'yasizlar. Sog' bo'ling.